gap so'z bo'lishi mumkin emas. Necha kilogramm bo'ladi Iqboljon aka? 226. Bemalol aytib qo'ydi. 226 kilo deb qo'yapti. 226 kilogramm gap bo'lishi mumkin emas. Xaladinni televizor qilib o'tirmadim deb Dubayga mana 2 kishilik putyovka. Lekin Iqboljon aka, bu putyovkada samuray hissasi bor. Samuray olib ketmasangiz bo'lmaydi. Marhamat, so'z sizga albatta hozir. Kim bilan borishni o'zingiz bilasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha bilan ajraldi, bizlarni shunchalik tomosha qilgan barcha tomoshabinlarga sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Oqonlar baxtli sog' salomat bo'lib, bugungi tashkilotlarga Toshkent jamoasi juda ham kattakon rahmat, ularga baraka topinglar. Hammasi shunchalik xursandchilik doim birgalikda qilinglar. Sizlarga rahmat. Rahmat, tashakkur. Albatta, g'oliblik mana bunaqa bo'ldi. Tabriklaymiz barcha g'oliblarni, sovrindorlarni tabriklab qolamiz. O'ylaymanki, bugungi ko'rgazma sizlarga yoqdi. Kerakli bo'lgan emotsiyalarni ola oldinglar deb o'ylayman va bu ko'rgazma albatta har yili bo'ladi. O'zbekistonda mana o'tkazildi, keyingisi Qozog'istonda bo'lyapti, albatta taklif etildi.